Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan, qani edi buni kuchini bilganlarida edi, buni oltin o'rnida o'yda saqlagan bo'lar edilar. Xulba bu xelba emasmi deyaptilar, qarang. Xulba bu xelba emas dedim. Farqi, demak, bu bizaniki sariq urug'. Xelba dedim, qizil urug' dedim. Demak, qizil urug' bilan sariq urug'ni farqi juda katta. Bu issiq o'lkalarda o'sadigan urug'. Buni O'zbekistonda mana shu 4 ta fasl bo'ladigan joyda o'smaydi bu urug'. Biz даже o'zimiz ekib o'zimiz o'stirib ko'rganmiz-da Sherqo'z aka bilan. Lekin bu mahsulot уже endi gullab, endi urug'ga kirgan vaqti o'sha urug'ga boylash kerak vaqti o'sha qish bo'lib qoladi yoki kuz bo'lib qoladi. U faqat issiq, chaqillagan quyoshda, cho'lda, tog'larda o'sadi bu. Bu issiq o'lkalarda xelba o'sib o'sha giyohni kuchi qolmay qoladi-da. Ana o'sha xelba nimasi Arabistonniki raznica xelbani o'sha polivitaminlari, makroelementlari pasayar ekan. Bizani xulba esa именно Tibetdagi urug'. Shuning uchun bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan, qani edi tabiblarga qarata aytganlarda, qani edi buni kuchini bilganlarida edi, buni oltin o'rnida o'yda saqlagan bo'lar edilar.